Assalomu alaykum. Bugun yangiliklar dasturi yana efirda. Yurtimizda bo'lib o'tayotgan so'nggi madaniy-ma'rifiy yangiliklar bilan sizlarni tanishtirishda davom etamiz. Toshkent davlat tibbiyot universitetida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasi bilan tanishtirish va uning mazmun-mohiyatini tushuntirishga qaratilgan seminar o'tkazildi. Tadbirda sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish, tibbiy ta'lim sifatini oshirish, shuningdek, inson qadri uchun tamoyilini oliy ta'lim jarayoniga keng tatbiq etish masalalari muhokama qilindi. Hozir shu haqda. Davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasi keng jamoatchilikda katta qiziqish uyg'otdi. Tadbirda soha mutaxassislari sog'liqni saqlash tizimini mahalla darajasida mustahkamlash, profilaktika ishlarini kuchaytirish va tibbiy xizmatlarni aholiga yanada yaqinlashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratdilar. Xususan, bo'lajak shifokorlarning jamiyat oldidagi ijtimoiy mas'uliyatini oshirish, ularni mahalla instituti bilan hamkorlikda ishlashga tayyorlash bugungi kun talab ekanligi ta'kidlandi. Murojaatnomada eng asosiysi xalqimizni bugun ma'naviy va qolaversa iqtisodiy jihatdan o'sib borishi, xalqimiz sonining oshishi va xalqimizda mana shu yashash uchun umuman butun raqobatbardosh bo'lish uchun insonlarni yashash sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan bir qancha katta dasturda o'qib eshittirdilar hurmatli prezidentimiz. Bu yerda eng asosiysi mana shu o'qib eshittirgan 6 ta dasturni har biri bugun oldimizga qo'yilgan eng asosiy vazifalardan hisoblanadi. Mana tibbiyot yo'nalishida katta tibbiyot texnikumlari bugun Pearson dasturi orqali tayyorlanish yo'lga qo'yildi, lekin bugun Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa davlatlarining tajribasi asosida hamshiralar tayyorlanish yo'lga qo'yiladi. Bu hamshiralar kelajakda nafaqat O'zbekistonimizda, balki yaqin sharqda yoki bo'lmasa uzoq sharqda qolaversa Yevropada o'zini ish o'rinlarini topishga, mana shu hamshiralarimizni kelajakda yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. Shuningdek, uchrashuvda tibbiyot sohasida raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish hamda xalqaro tajribalarni o'quv dasturlariga joriy etish masalalari yuzasidan fikr almashildi. Talabalarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan yangi yondashuvlar muhokama qilindi. Bugungi tadbirdan maqsad shuki, yurtboshimizda ma'ruzalarini, mohiyatini demak yana ham xodimlarimizga, universitetda professor o'qituvchilarga yetkazish bo'ladi. Haqiqatdan ham shu kechagi ma'ruzada biz shu narsani guvohi bo'ldikki, O'zbekistonda olib borilayotgan har qanday islohotlar har bir insonga, har bir mahallaga to'liq yetib borayotganligidan dalolat beradi. Bolani iqtidoridan aniqlab uni kasbga yo'naltirish masalasi. Bu bilasizmi, bu ikkita konsepsiyani o'z ichiga oladida. Bolani iqtidorini aniqlash bu og'ir psixologik xizmatni talab qiladi. Bu bo'yicha mutaxassislarga, psixologlarga alohida vazifa yuklandi va bu natijaga erishish orqali mahallani rivojlantirish va buning negizida esa jamiyatni rivojlantirish konsepsiyasi turganini guvohi bo'lishimiz mumkin. Mana bu bitta o'zimizga tegishli bo'lgan soha bo'lishiga qaramasdan, mana bu butun bir jamiyatni o'zgartirishga qaratilgan psixologlarning vazifalarini belgilab beradi. Mazkur murojaatnomani biz jamoamiz bilan jo'shqinlik to'lqinlanib ko'rdik va undagi bildirilgan kelgusi yilda amalga oshiriladigan islohotlar, vazifalar bo'yicha 6 ta ustuvor yo'nalish bo'yicha vazifalarni bildik. Toshkent davlat tibbiyot universitetida ushbu murojaatnomaning mazmun mohiyatiga bag'ishlangan seminarda ham ma'ruzachilar tomonidan bildirilgan, ko'tarilgan aniq fikrlar, ma'lumotlarni biz o'zimizga qabul qilib oldik va mazkur seminar treningda umuman o'sha murojaatnomada belgilangan vazifalarni biz o'z jamoamizga yetkazishda kamarbasta bo'lamiz. Seminar yakunida belgilangan ustuvor vazifalarni universitet faoliyatiga samarali tatbiq etish, tibbiy ta'lim sifatini oshirish va talabalarning kasbiy mas'uliyatini mustahkamlash bo'yicha muhim xulosalar qabul qilindi. Zero, sifatli ta'lim va mas'uliyatli shifokor millat salomatligining mustahkam poydevoridir. Zokir Mo'minov, Salohiddin Ro'zimov bugun dastur uchun.